Alo, kim bu? Ochil babu, qalisa, men Jasur akayman. Ha, Jasur, nima gap? Nomerim oxirgi raqamlarni aytib olgin-da. 4-0. Ha, yaqinda oldim 150 millionga. Ha, xo'p, men nima qilay olgan bo'lsang? Ya, san'at qilmay qo'yirdim-moqchi edim. Bab esda qoladi-yu. Jo, yaqinda BMW olmoqchiman. O'shanga mashina olganim yaxshimi yo, Germaniyaning o'ziga borib olgan yaxshimi? Endi sharoitingga qara. Sharoit ikkalasini ham ko'taradi. Haqiqatan tushunarding, qimmat mashina minmagansan-a. Shu maqtanib nimaga erisharkin, ha? Havo rosa chang bo'lib ketdi. Qayoqqa qarama qum. Ha, biz ham yaqinda Shvetsariyaga ketamiz 2 oyga. Yangi yilda uchta kutib olamiz. O'tgan yil Dubayda kutib olgandik. Biz nima qilaylik shunga? Aytib qo'yaman-da chang deganiga. Sizlar bormagansizlar-ku. Еще video tashib turaman, storylarni qo'yasizlar. Yo'llarda yomon radar ko'payib ketdi. Bor-ku, bir oyda 9 million jarima to'ladi. Ha, men ham kecha o'zimga Neolan 77 Nonoless anti-radarni o'rnatib oldim. Rivojlangan radar platformasi bilan O'zbekistondagi past quvvatli radarlarni ham aniq-aniqlab beradi. O'ziga xos GPS kamera bazasi va har kuni yangilanishi bilan statsionar va mobil radar komplekslari haqida oldindan ogohlantiradi. Neolan O'zbekiston yo'llaridagi har bir haydovchining ishonchli yordamchisi. Koreyada ishlab chiqarilgan. Bu esa eng zo'r sifatni bildiradi, ukalarim. 9 million shtraf to'ladim deyapti. Sen nimaga maqtanyapsan? Ya endi menga o'xshab Neolan o'rnatganda jarima to'layotmasdi-da. Ha, ochilma, kecha ko'rinmading? Ha, bobom sanatoriyaga joylashtirib keluvdi. Ha, biz ham yaqinda bobom bilan yubileyni o'tkazdik. Munisa Rizayevadan tortib Yulduzmonogacha keldi. Mazza qilib o'ynamiz yer tarafgacha. Muncha maqtanaverasan. Sanatoriyaga Munisa Rizayevani nima aloqasi bor? Yo, maqtangam yo, bobom deganga aytib qo'yganman-da. Faruz Akilov ham keladi yalla guruhdagi.